Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda biz sizlar bilan PUBG Mobile'ga va nihoyat Turu 2 versiyaga yangilanishi chiqdi. Shuni qanday qilib hammadan birinchi yangilashni o'rganib olamiz va keyingi sezonimizda Yo'lbarsdek Turu 116 qaytib turadi. Kuni o'zgardi, qachon qaytishini, aniq qaytishini bilib olamiz. Sariq tilla keysimiz bor, otini aytolmayman. O'sha keysimizga qo'shiladigan qurolni ko'rib chiqamiz va keyingi sezonimizda qo'shiladigan A17 Royal Pass'imizni birinchi irpsdan 100-chi irpsga bo'lgan barcha sovg'alarni ko'rib chiqamiz. Xullas, videomiz ma'lumotlarga boy bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Biz videoni boshlaymiz. Xo'p, bo'lmasam birinchi bo'lib qanday qilib Turu 2 versiyaga yangilashni o'rganib olamiz. Eslatib o'taman, ushbu yangilash usuli faqatgina Android telefonlari uchun xolos. iPhone telefoningiz bo'lsa, iPhone'ga yangilanish ertaga 15:30 dan keyin yangilanish hammaga bittada keladi. iPhone'dagilar bir kun kech yuradi, Androiddagilar bir kun vaqtli yangilashlari mumkin. Xullas, birinchi qiladigan ishimiz Telegram kanalimizga kirishlaring kerak bo'ladi. Telegramdan Sardor Gang deb qidirsalaring chiqadi. Galochkasi bor tasdiqlangan kanal. Kirasizlar va qadalgan xabarda mana shu PUBG Mobile Global Turu 2 yangilanish fayli bor. Ustiga bosasizlar va yuklaysizlar xolos. Yuklagandan keyin ustiga bosamiz va telefonimiz paketni aniqlaydi va o'zi so'raydi. PUBG Mobile yangilamoqchimisiz deydi. Albatta yangilash tugmasini bosamiz va Turu 2 versiyaga bemalol yangilab olishimiz mumkin. Mana PUBG Mobile'imiz Turu 2 ga aylanib qoldi. Endi esa PUBG Mobile'ga kiramiz, ba'zi bir grafika narsalarini zagruzka qilamiz, yuklab olamiz va qarabmizki, bo'ldi biz akkauntimiz уже, ya'ni telefonimiz Turu 2 versiyaga yangilandi. Bemalol yangi o'simliklar dunyosidagi rejimda o'ynashimiz mumkin. Turu 2 versiyaga yangilashni o'rganib oldik. Endi esa Turu 2 versiyamizdagi yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu albatta yangi rejimimiz Erangel Livik Sanuk kartasiga qo'shilgan. Yangilab bemalol o'ynab olishlari mumkin. Mana bu joyda ham yangi rejimimiz haqida ma'lumotlar bor. Mana kirasizlar, missiyalarni bajarib, mana bu yerda kikka va mana qanotlarga skilllarni olsalaring bo'ladi va smoke uchun ham pushti skin bor. Keyingisi mana bu joyimizda arqafon bor. Kimga yangi arqafon qiziq bo'lsa, mana shu yerda har doimgidek sotib olishlari mumkin. Mana bunaqa tematik narsalarni ham qo'shib qo'yishgan. Keyingi yangiligimiz достижение missiyasi. Yangi rejimimiz uchun ikkita yangi достижение missiyasi qo'shilgan. Birinchisi yurak daraxti rezonansi deb qo'ygan ekan. Buni bajarish juda ham oson. Bundan oldingi videoda portal bor. Portalga kirsalaring deganman. Maxsus qobiliyatlar olasizlar. Xuddi o'sha portalga 2 marta kirasizlar. Bu degani ikkita match, ya'ni ikkita Erangilda 2 marta kirasizlar bo'ldi. Tamom, missiyani bajarasizlar, ikkita klassik keysa olasizlar. Keyingisi tozalash yakuniy ekan. Bunda maxsus eventga tushib 5 ta odamni o'ldirasizlar. Chayonda 2 marta minasizlar chaqirib va maxsus zaharli gullar bor xaritamizda. O'sha gullarni 2 marta o'ldirsak bo'ldi ekan. Ikkita keys va 30 ta достижение ochkosini olamiz. Keyingi yangiligimiz esa personajimiz ustidagi ultimate va buni Turu 116 qachon qaytish haqidagi ma'lumot. Bundan oldingi videoyimda 27-yanvar degandim, yanvar oyining oxiridagi roletkada degandim. Afsuski bu xato bo'lib chiqdi. Aniq qaytardi, lekin qaysi kuni qaytishi noma'lum edi. Nihoyat bu ham aniq bo'ldi, sababi Turu 2 versiya keldi. Razrabolchilar bu ma'lumotni berdi. Hop, buni bilish uchun mana bu kolleksiya joyiga kiraman. G'aznaga o'taman va mana bu yerda mana ko'rishlarim mumkin. 44 kun qoldi deyapti. Mana shu ultimateimiz mana shu joyda qaytadi. 44 kun, ya'ni 20-fevral kuni yangi M216 olovli M216 lik roletkamiz qo'shiladi o'yinga. 20-fevral ekan. O'shanda admin bo'limida aynan mana shu Yo'lbarsdek M216 miz ham qaytadi. Xohlaganlar Yo'lbars deydi, xohlaganlar o'sha yangi 216 ni olishlari mumkin bo'lar ekan. Yaxshi qilishibdi. Kristal yig'asizlar va o'zlaringga yoqqanini tanlab olsalaring bo'ladi. Mana bu 27-yanvardagi roletkamizda esa qabazali mana bu tutunli nurlanish deb nomlangan ultimate kostyumimiz qaytar ekan. Mana bunga poza ham qo'shib qo'yishgan. Yo'q edi bunaqa maxsus turishi. Va bularga ham qo'shib qo'yishdi. Ona qabaza bilan ajoyib ko'rinishda turadi. Bemalol o'zlaring kirib ko'rishlaring mumkin yoki sizlarda bu kostyum bo'lsa ham mana ko'rsalaring bo'ladi. Xullas, mana shu ultimate yanvar oyida, ya'ni 27-yanvar kuni qaytadi. 20-fevralda esa mana shu Turu 116 qaytar ekan. Ming bor uzr, xato ma'lumot berganim uchun ko'pchilik shunga qarab ish qilgan bo'lsa kerak. Bu safar mana to'g'rilab ketdim. Endi esa ko'pchilikni qiziqtirgan sariq keys ma'lumotlariga o'tamiz. Sariq keysimiz bu, mana bu yerda turibdi. Mana shu keys haqida gaplashib o'tamiz, qachon qo'shiladi va qaysi qurol qaytadi. Bu keysimiz mana bu tanlash omad chambaragi bor. Selection Lucky Spin tugasa o'rniga qo'shiladi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 21-yanvar kuni
bu 20-kuni tugaydi. 21-yanvar kuni yangi o'sha sariq keys qo'shiladi. Unda esa afsuski уже bundan oldingi sariq keyslar qaytgan AVM skinini yana qaytarishar ekan. Уже M16 A4 ham 2 marta qaytarishganda premium keysda bu safar mana Dala qo'mondoni deb nomlangan AVMni keyingi o'sha sariq keysimizda qaytarishar ekan. Hozircha o'yin ma'lumotlarining ichida aynan mana shu skin turibdi. Ya'ni shu skin qaytadi degan ma'lumot bor. Yana razrabochilar o'zgartirib, meni yolg'onchiga chiqarib qo'yishi mumkin, lekin o'yin ma'lumotlarining ichida bu 100% hozircha tasdiqlangan. Aynan mana shu skin qo'shilishi kerak. 21-yanvar kuni o'sha sariq keysda shuni qo'lga kirita olasizlar. Bu уже qaytgan aytganimdek ko'rinishi chiroyli, eng zo'r oldiviy AVMlardan bittasi edi. Kelchati ham chiroyli, mana o'zini paytiga zo'r edi va bunga mana dushmanga teksa chiqadigan effekt ham qo'shib qo'yishibdi. Yo'q edi adashmasam, mana qaytayotgani munosabati bilan qo'shib qo'yishibdi va bunaqangi emotsiyasi ham bor. Ya'ni match tugagandan keyin sheylarimiz oldida bunaqangi emotsiya qilamiz. MVP bo'lsa ham juda ham zo'r ko'rinadi. Xullas, mana shu AVM skinini 21-yanvar kuni sariq keysda qo'lga kirita olasiz. Bir tomondan ikkinchi marta qaytayotgani zo'r, chunki уже bu skin sizda bo'lsa 3 ta material qo'lga kiritasiz, 2-3 marta tushib bersa, yanada ko'proq material qo'lga kirita olasiz. Agarda bu skin sizda yo'q bo'lsa, kolleksiyangizga yangi skin bo'ladi. Menimcha, razrabochilarda bu logikasi ham bir tomondan yaxshi. Nima deysiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi yana bir ajoyib yangiligimiz Turu 2 emas, Turu 3 versiyamizga bog'liq, ya'ni mart oyi yoki aprel oyida shoot skini yana qaytadi. M406 shoot bor, ko'pchilik biladi. Mana shu qaytyapti va bu qaytayotgani munosabat bilan mana bunaqa qurolni animatsiyasini qo'shibdi. Qaranglar. Chiroyliligini qaranglar. Shootni qo'limizga olganimizda ham bunaqa animatsiya bo'ladi. Wow, bu narsa даже lednikda ham yo'q, lednikka qo'shmagan. Menimcha qachondir lednida qanaqadir yo'l bilan qaytarishmoqchi bo'lishsa, ya'ni klassik case emas, qanaqadir yo'l bilan qaytarishmoqchi bo'lishsa, o'shanda mana bu joyga animatsiya qo'shishsa kerak. Prosta effekti bor xolos. Bechara lednigimizni, shootimizga esa bunaqangi qo'lga olish animatsiyasi qo'shyapti. Wow! O'sha eng zo'r qurollardan bittasi edi va shuna bo'lib qolar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Chiroyliligini qaranglar va bun bilan birgalikda Skyrail shoot ham qaytadi. Unga hech balo qo'shmagan. M762 shoot ham bor. Bunga dushmanga teksa chiqadigan effekt qo'shibdi. Ko'rinishi prosta musor. Xullas, bular ham qaytar ekan. O'sha katta ehtimol bilan mart va aprel oyida, aniq sanasini bilmayman. Qaytganda mana shu 406 ni ham tushirib olishlaring mumkin. Xullas, keyingi sezonimiz va keyingi sezonimizda 406lar vashi hammasi qaytyapti xullas. Mazza bo'ladi, mazza qilib donat qilib, xohlagan 406 o'ynay yurishingiz mumkin bo'ladi. Nimaga bularni qaytaryapti? Sababi akkaunt savdolandi, o'sha savdosini buzish uchun, odamlar o'sha mashinalarga aldanib qolmaslik uchun shunaqangi eski skinlarni qaytarib, o'zingiz akkauntingizga tushirib olishingizni xohlayapti razrabochilar. Endi esa Royal Pass ma'lumotlariga o'tamiz. A17 Royal Passimiz o'yinga 11-yanvar kuni ertalab soat 7:00 da qo'shiladi. O'sha payt bemalol Royal Pass sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasam Royal Passimizni birinchi RPSdagi sovg'asiga o'tamiz. Birinchi RPSda qizballarga mos mana shunaqangi yashil rangdagi kostyumni qo'lga kiritamiz ekan. Bosh kiyim va kostyum birinchi RPda beriladi. Endi oddiy o'sha legendarniy kostyum qanaqadir wow deydigan holat yo'q. Keyingisi 10-RPda Kamon uchun mana shunaqangi legendarniy skinni qo'lga kiritamiz va nihoyat Kamonga ham chiroyli mana o'simlikli skinimiz bo'lar ekan. Keyingisi 15-RPda samolyot uchun mana shunaqangi noodatiy yangi rejimimizga mos bo'lgan chiroyli skinni qo'lga kiritamiz. Ko'rinishi yomon emas. 30-RPda esa MK12 qurol uchun mana shunaqangi legendarniy skinni qo'lga kiritamiz. To'g'risi, mana shu qurolga ham skin berib zeriktirib bordi. Uncha odam bu qurolni umuman o'ynamaydi. Nima ham deymiz, razrabochilarning fikri shunaqa ekan. 40-RPda esa Mifitskiy kostyum va bosh kiyimni qo'lga kiritamiz. Bu kostyumimiz o'g'il bola personajga mos qilib yasalgan. Mana ko'rinishini ko'rishlaringiz mumkin. Anoxra X kostyumiga o'xshab ketadi. O'sha AliExpress varianti degan bo'laradi. 50-RPimizda esa DP qurol uchun kuchaytiriladigan mana shu skinni qo'lga kiritamiz. Ko'rinishi yomon emas. Kuchayganda o'sha mana 100-RPni qo'ldagi skinni ko'rishimiz mumkin. Mana shunaqa tarzda bo'ladi. Kilchati ham mana noodatiy chiroyli va nihoyat DPga ham kilchatingiz bo'lmasa olib arzonga kam materialga kilchat qo'ysangiz bo'ladi. Keyingisi 55-RPda Famous uchun legendarniy skinni qo'lga kiritamiz ekan. Ko'rinishi yomon emas.
60-RPda ryukzagimiz ham chiroyli, binafsha rangda cho'tki qilib yasalgan. 65-RPda esa avatarka, ramka va ryukzak uchun o'sha osilchaq qo'lga kiritamiz. 70-RPda mana bu ikkita o'rindiqli mototsikl bo'lishi ham mumkin va mana bu Scorpion, ya'ni chayon uchun yangi rejimimiz skini bo'lishi mumkin. Menimcha ikkalasi ham Royal Passda bo'ladi. Xullas mana shunaqa ikkita transportga ikki xil skinni qo'lga kiritamiz. Keyin esa 90-RP. 90-RPda Uzi uchun mana shunaqangi legendarniy ko'k rangda chiroyli skinni olamiz ekan. Ko'rinishi ham emas, menimcha 100-RPni kostyumiga ham mos tushadi. Va nihoyat 100-RPni Mifitskiy kostyumi qiz bola personajga mos qilib yasalgan. Tulkimi, mushukmi bilmadim. Xullas mana shunaqangi kostyumni qo'lga kiritamiz. Orqasida hilpiradigan joyi ham bor va rangi o'zgaradi. O'ta ochiq-sochiq qilib tashashgan. Bu kostyumni bundan oldingi videoda ham ko'rib chiqqandik. Xullas mana shu 100-RPni kostyumi. Qale, A17 Royal Passkilari sizga yoqdimi yoki yo'q? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Xullas shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videomizda biz sizlar bilan birlikda PUBG Mobile'da qanday qilib Turu 2 versiyaga yangilashdi va Turu 2 versiyamizda qo'shilgan ba'zi o'zgarishlarni ko'rib chiqdik. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardorgan kanali bo'ldi. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinni olib yuringlar.